Ustoz nur taratuvchi chiroq. Ustoz hayotimizning eng ulug' insonlaridan biridir. Inson ilk bor ilm oladigan, odob axloqni o'rganadigan, hayot yo'lini topishda qo'lidan tutadigan zot bu ustozdir. Ustozning qalbi har doim shogirdlari uchun mehr va oqibatga to'la bo'ladi. Donolar aytadilar: ustozni ko'rmagan shogird yo'lni topmagan yo'lovchiga o'xshaydi. Zero ustoz shogirdga nafaqat bilim, balki hayot saboqlarini ham beradi. Ustozning har bir so'zi, bergan tarbiyasi insonning butun hayotiga yo'lboshchi bo'lib qoladi. Bugun biz erishayotgan barcha yutuqlarimizning zamirida ustozlarning sabri, fidoyiligi va cheksiz mehr-muhabbati mujassam. Shuning uchun ham ustozni ulug'lash kelajakni ulug'lashdir. Ustozlarga hurmat ko'rsatish, ularga ehtirom bilan bosh egish bizning eng oliy burchimizdir. Bayramingiz muborak bo'lsin, aziz ustozlar.